Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Akalar, bugun video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida, ya'ni o'zimizning xonadonimizda olib bormoqdamiz. Bugungi akalar 3 partiya puli arzon qo'ziqo'chqalarimiz bor akalar. Xudo xolasa shularni barcha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar akalar. Xudo xolasa 100 taga yaqin qo'zlar dab kelganda akalar bir 20 tacha qoldi. Xirmonda oxirida xolasa narxini arzon qilib beramiz akalar. Pul bo'shashga sotamiz akalar, xudo xolasa. Birinchi partiyasiga akalar soni 5 dona. 5 tasi ham qo'chqor akalar. Videoni oxirigacha ko'rib turasizlar akalar, $100 dan ham qo'y chiqaramiz video davomida. Bular akalar mana ko'k kraskalar sepib ajratib qo'yganmiz. Beshalasi ham qo'chqor. Yosh oyligi taxminan 5 oylik atrofida akalar. Qo'chqorlarni ko'rishlaringiz mumkin. Dumbalar xudo xolasa yeb ichishlari zo'r. Bir hafta 10 kun garantiyalari bor akalar. Vaksinalar qilinmagan. Kelishib qolsa vaksinalarni ham ichida qildirib beramiz. Xudo xolasa sog'lom qo'ylar. Dastlabkilarini Toshkentgacha, Samarqandgacha qilib yetkazib beramiz akalar. Bemalol telefon qo'lloqqa chiqarasizlar. Videoni cho'zib o'tirmayman akalar. Tez-tez ma'lumotini berib, narxini berib o'tiraman. Birinchi partiyaga 5 tasini hammasini olganga akalar, bo'ladigan narxi 2.400.000 dan dastlabki qilib yetkazib beraman akalar. Juda. Mana akalar. 2.400.000 dan Uyanga boradi. 5 ta qo'chqor. 5 olgan. Xudo xolos telefon qo'lloqqa chiqarasizlar. Endi kelayman. Juda. Tomondan kuzatib qo'yaylik. Hurmatli obunachilar, mana ikkinchi partiyasiga qo'zichoq so'luqlarimizdan akalar. Urg'ochilardan so'ragan obunachilarimiz uchun. Soni 7 dona akalar. Mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Yosh oyligi 3 oylik atrofida akalar. 3 oylik, 4 oylik atrofidagi qo'zlar. Mana. Bu so'luqlarni o'ng qulog'iga ko'krasiz deb ajratib qo'ygandik. Bular ham o'sha Xirmonda oxirida xolasa. Bular arzon akalar. Jonivorlar. Ko'rishlaringiz mumkin akalar. Yeb ichishlari zo'r. Junlari ham chiroyli mana akalar. Silliq junlar. To'ni yaxshi xudo xolasa. Qo'y qilaman deganlarga quloqlari uzun-uzun akalar. Zot yaxshi xudo xolasa. Qo'zilar. Kashtan o'ylardan birichidan. Bularni akalar narxiga keladigan bo'lsak, 7 tasini bir joyga olib deganlarga akalar 2 milliondan kami bor. Haydaga o'tib beramiz akalar, hammasini olib bunga. Xolasa telefon qilgan odam oladi akalar. Xirmonda oxiri kelishib beramiz akalar. Hisobi chiqqan, xolasa arzonga beramiz. Savdogarlar ham telefon qilaversin. Foydalanishga ham sotyapmiz, yana sotaveramiz akalar. Endi keyingilarga navbat. Hurmatli obunachilar, mana keyingi partiyasiga soni 8 dona akalar. 3 tasi qo'chqor, 5 donasi so'g'liq akalar mana. Kambag'al bo'y qiladigan variantlar mana. Jonivorlar. Tepasida mana shunaqa ko'k kraskasi borlar akalar, so'g'lig'i, yashil kraskasi borlar, qo'chqor mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolasa yeb ichishlari zo'r. Bir hafta 10 kun garantiyasini beriladi akalar. Bemalol telefon qo'lloqqa chiqarasizlar. Bularni narxlari akalar 1.700.000 dan dastlabki ichida yetkazib beriladi. Telefon qo'lloqqa chiqarasizlar. Qolgan ma'lumotlarni telefondan ham berib o'tiramiz akalar. Hurmatli obunachilar, mana nihoyat hamma kutgan o'sha puli arzon variantidagi qo'zlar akalar mana. Soni 5 dona. Beshalasi ham urg'och akalar. Puli o'ta yengil akalar. Beshalasini bir joyga oladiganlarga akalar narxi o'sha 1.300.000 akalar. $100 dan ketaveradi akalar. $100 dan bo'ldi, baraka. 5 tasiga $500 beraman deganlar akalar. Telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Dastlabkasi bular akalar vodiy bo'ylab. Chunki Toshkent, Samarqandgacha bo'lsa, yo'l kirasi ko'tarilmaydi bular akalar. Yeb ichishlari zo'r. Yeb ichishida muammo yo'q akalar. Sutemli qo'zlar emas. Yosh oyligi 1.5 oylik atrofidagi qo'zlar. 1 oy 1.5 oylik atrofida akalar. Yemni o't deyaptilar xolasa. Telefon qo'lloqqa chiqarasizlar.